Akalar assalomu alaykum. Tuzuymisilar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa Asakaga kelib oldik. Asakalik Damas'lar kelaverasizlar. Birinchi mashinamiz. Akamiz birinchi bo'lib telefon qilishdi, shahadikini boshladik. Hadoylar qilib, rullarni yengil qilib beramiz, bo'lgan jarayonni qo'yamiz, ketdi. Akalar birinchi mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa akamiz yurib ko'radilar, bitta baho berishadi. Aka bitta haydab ko'ring-chi. Akamiz yurib keldilar. Birinchi mashinamiz Asakali akamiz. Akam qalay bo'pti? Alloh rozi bo'lsin, qo'llar zard ko'rmasin aka, zo'r bo'pti. Maza qilyapti aka. Damas minib yuribmiz deb yuradi ekan. Mana Damasning ahvoli, mana yaxshi ekan, zo'r ekan. Ishlaringizga rivoch aka. Aka tavsiya qilasizmi? Tan joyingiz sog' bo'lsin aka. Kelinglar hammanglar. Andijonliklar, Asakaliklar, Sharxonliklar hammasi. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Akalar bemalol kelaverasizlar. Andijonlik, Asakaliklar, agar hammalar kelsalar ham mahsulotimiz tugaguncha qilib beramiz. Inshaalloh hammalarni xursand qilamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelaverasizlar, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.